Nurjon akamiz aytgancha o'tgan asrda tug'ilganimiz bitirgan maktabimizda qo'yganimizga 40 yil yo'lda bitta yigitni qizchalarni yoshini o'tkazib qo'yibmiz. Ilohim mana shu to'planganimiz 40-50 yilliklarda, 60 yilliklarda, 70 yilliklarda, 80 yilliklarda mana shunday qatorimizda xato bo'lmasa to'planib o'tiraveraylik. O'sha kunlarga nasib etsin. Farzandlarimiz, nevaralarimizning kamolini ko'rib yuraylik. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Hamisha sog'lik bo'linglar do'stlar. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Mana shu do'stlarimizning xonadoniga tashrif buyurgan aziz sinfdosh do'stlar, dugonalar, hammalaring xush kelibsizlar. Bugungi mana shu 1-sinfdan toki 10-B sinf bo'lib mana shu maktabda tamomlaganimizga 40 yil bo'ldi. Hazil gap emas, hammamiz katta ona bo'ldik, buvi bo'ldik. Shu kunlarga yetkazirdi Allohim. Hammamizga Alloh mana shunday kunlarni ko'rsatganiga shukr qilamiz. Allohim mana bizni dugonalarimizni qatoridan mana O'lmasxon o'tdilar, Donaxon o'tdilar. Alloh ularni rahmatiga olsin, farzandlariga bersin ularning umrini. Qolganlar, Go'zalxon, mana qolganlar qizlar hammamiz sog' salomat yigitlar, hammamiz oilalarimiz bilan tinch, xotirjam farzandlarimizni, nabiralarimizni baxt kamolini ko'rib yurishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin. Yana 50 yil, 60 yillik yillarda nishonlashni ham nasib qilsin. Mana shunday o'tirishni tashkil qilgan mana shu yigitlarga, hammalaringga tanijonlar sog' bo'lsin, rahmat sizlarga. Oson emas bunaqangi ishni 2-3 kunda qilib yuborishdi. Sog' bo'linglar hammalaringga. Salomat bo'linglar Allohim. Hammamizni hamisha har doim yaxshi kunda uchrashtirib yurishni Alloh nasib qilsin. Rahmat. Endi Ramazon she'r talab qilmaganda to'g'rilab aytgan bo'lsa tikanakka chiqarib yuboraman. Ha, tikanakka yurmang. Ya she'r aytib beraymi? Ayt. Bitta aytayman. Ayt. O'zini yaxshi bilganman. Bo'ldi. Ayt. Oydinda ovoz bo'ldi. O'yinimiz soz bo'ldi. O'sha ovoz turki bo'ldi, qozlarni bitib turdi. Qozlar qo'shniqlarda qo'rt turki bo'ladi. Turkimiz yetolmadi, qozlar tutolmadi. Ular balki qozlar chiqqan kirib qo'yibdi. Bana ayet Türkü'de. Yaxshi bilan. Bana ayet Türkü'de. Mana o'qituvchilarim edi. Mana bu ashirachilik she'r so'ramagan, men ham she'r yodlamagan. Hammasi havas qilaman she'r aytganlarni ko'rib. Hop, shuni qo'shiq qilamiz, davra o'yiniga ketamiz. Qani marhamat, to'g'ri talabingiz bo'ldi.